Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, 8-darsimizni ham boshlaymiz. 8-darsimizdagi hadis ham Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Va an Abi Hurayrata qala Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam: Salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi va baytihi biz'an va 20 daraja. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bu hadisni rivoyat qilib aytadilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: bir odamni jamoat bilan o'qigan namozi uyida o'qigan yo do'konida yo bozorda o'qigan namozidan 20 necha barobar, ba'zi hadislar kelgan 25 barobar, ba'zi hadislar kelgan 27 barobar darajasi ziyoda bo'ladi dedilar. Va zalika anna ahadahum iza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Shu sizlardan bittalaring tahoratini yaxshi olib, keyin namoz o'qisa. Ya'ni at-tahoratu miftahus salah va salatu miftahul jannah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahorat bu namozni kaliti, namoz jannatni kaliti deganlar. Shuning uchun tahorat muhim. Tahoratingiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, namozingiz namoz bo'lmaydi. Namozingiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, jannat kaliti qo'lingizga kelmaydi. Shuning uchun birodarlar, shu hadisga amalimiz shunday bo'lishi kerakki, vuzuni yaxshi olish kerak. Yaxshi vuzu qilishlikni o'rganishimiz kerak ustozlardan. Summa atal masjida la yuridu illa salata. Yaxshi tahoratni olgandan keyin masjidga keladi va iroda qiladi faqat namozni. Boshqa narsa uni irodasida bo'lmasa. La yanhazuhu illa salah. Uni namozdan boshqa narsa turg'izmasa. Faqat namoz uchun niyati, ixlosi namoz o'qiyman degan niyatda kelsa. Lam yaxtu xutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Har bir qadamiga Alloh tabaraka taolo uni darajasini ziyoda qiladi. Va xutta anhu biha xati'atun. Va uni gunohlarini, har bir qadamiga gunohlarini, har bir qadamiga savob va har bir qadamiga gunohi to'kiladi. Hatto yadkhulal masjida, hatto masjidga kirguncha. Necha qadam bosgan bo'lsa, shuncha qadam, masalan 100 ta qadam bosgan bo'lsa, 100 ta gunohlari to'kilib, 100 ta savob yoziladi. Fa iza dakhalal masjida kana fi salah. Endi masjidga kirgandan keyin u go'yo namozning ichida turgandek. Ma kanatis salatu hiya tahbisuhu. Endi shu namozning ichida turgandek savob ajrga ega bo'laveradi bu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi. Malaikalar, farishtalar, rahmat farishtalari unga durud, salovat yuboradi. Modomiki o'sha majlisida, o'sha namoz o'qigan joyida o'tirsa. Va yaquluna, ular aytishadilar, ya'ni malaikalar. Malaikalar aytishadilar: Allohumma arhamhu, Allohumma g'fir lahu, Allohumma tub alayhi. Allohim, bu bandangni sen rahim qilgin. Allohim, bu bandangni gunohlarini kechirgin. Allohim, bu bandangni tavbalarini qabul qilgin. Ma lam yu'zi fihi va lam yuhdis fihi. Agar birovga ozor bermasa, agar tahorati ketmasa, bu savob, bu ajr, bu duolarga musharraf bo'laveradi bu. Endi yana Abi Abbos, Abdulloh ibn Abbosdan yana bir hadis bor. Bugungi darsimizga buni ham o'qib qo'yaylik. An Abil Abbos Abdulloh ibn Abbos ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuma an Rasulilloh sallallohu alayhi va alihi va sallam fima yarvi an Rabbihi tabaraka va taala. Hazrat Abbos aytadilarki, man Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan
bu hadisni eshitdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohdan bu go'yo hadisi qudusiyni rivoyat qilib berdilar. Alloh tabaraka taolo shunday deydi: Innalloha katabal hasanata vas sayyiat. Alloh tabaraka taolo albatta yozdi hasanotlarni va sayyiatlarni. Ya'ni qancha hasanot bo'lsa, qancha sayyiat bo'lsa, shularni hammasini yozdi. Summa bayyana zalika. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni har bittasini hasanot qanchalik savobi bor, sayyiat qanchalik gunohi bor, bularni aytib berdilar. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballohu tabaraka taala indahu hasanatan kamilatan. Albatta Alloh tabaraka taolo aytadiki, faman har kimiki hamma bi hasanatin qasd qiladigan bo'lsa bir hasanani, falam ya'malha, agar o'sha hasanani qasd qildi-yu, o'shani amal qilishlik bunga nasib qilmadi. Katabahallohu tabaraka taala indahu hasanatan kamilatan. Bir hasanai komilani unga Alloh tabaraka taolo yozib qo'yar ekan. Alloh tabaraka taolo agar amalam qilmadik, bir yaxshi narsani, yaxshi hasanotni niyat qildik-ku, amal qilmasak ham Alloh tabaraka bitta yaxshi hasanani, komil hasanani yozib qo'yar ekan. Va in hamma biha fa'amilaha kataballohu ashara hasanatin. Agar bir hasanani qasd qilib keyin amalam qilsak, Alloh tabaraka taolo yozar ekan ashara hasanatin, 10 ta hasanotni yozar ekan. Ila 700, keyin 700 gacha. Zafin ila azafin, yana uni 2 barobar qilib. Ya'ni 700 bo'lsa, 2 barobar bo'lsa 1400 bo'ladi. Ya'ni Alloh tabaraka taolo bitta qilgan hasanotimizga minglab savob deymiz. Mana shu ekan. Avval 10 ta, keyin 700 ta, keyin 1400 ta va undan ham ko'p, kasira. Az'afin kasira. Va in hamma bisayyatin, agar banda bir yomonlikni agar niyat qilsa-chi, falam ya'malha, uni amal qilolmadi. Uni amal qilolmadi. Alloh taolo nima qilar ekan? Katabahallohu taala indahu hasanatan kamilatan. O'sha yomonlikni qilmaganligi uchun Alloh tabaraka taolo unga bir komil hasanani yozar ekan. Va in hamma biha fa'amilaha katabahallohu taala sayyatan wahida. Agar bir yomonlikni, gunohni qasd qildi va amalam qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga bitta gunohni yozadi. Uni 2 ta yo 3 ta qilib qo'ymaydi. Shu bitta gunohni yozadi. Shuning uchun banda bilsinki, Alloh tabaraka taolo bandasiga shunaqa mehribon. Shunaqa bir qilgan yaxshiligimizga qancha ajr, qancha mukofot beradi. Alloh tabaraka taolo hammamizni shunday yaxshi amallar qilishlikka nasib qilsin. Va oxiri da'vona anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.